Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sizlarga navbatdagi ko'ramizni ko'rsatmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, juda ham noodatiy, o'ziga xos usulda ishlangan soddagina bejirim. Endi ko'ramizni alohida tanishtirib o'taman. Ko'ramizga 1000 gradus issiqlikda ham yonmaydigan kraska sepilgan. Ishchi maydon qo'yilgan, ikkita tarafiga. Ikkala tarafi ham miramir. O'rtasini olib barbekyu sifatida ham foydalansanglar bo'ladi yoki bo'lmasam issiq qo'yib shashlik pishirsanglar ham bo'ladi. Profillar ko'rib turibsizlar, qalin profillardan foydalanganmiz. Akalar, bu ko'ramizni sotib olgan odamga 10 ta kavkazskiy issiq qo'shib beramiz va yelpig'ich va ko'mir yoqish uchun statorlar qo'shib beramiz. Mana shu ko'ramiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomer qoldiraman.